Mana alhamdulillah ko'pchilikka to'proq shashmaymiz. Biroq meshitga kelgan ko'pchilik jamoat Qur'on o'qib bilmaydi. Qancha aytyapmiz, Qur'on o'qingizlar. Qur'onni jatdangizlar. Qur'onning arabiy savotingizni chiqaringiz. Qur'on o'qingiz. Qur'on o'qigan odamning suyagi qabrda shirimaydi. Biroq uni mana qulog'idan kiradi, ana qulog'idan chiqmaydi. Nega? Shaytonlarning mo'yinida o'tiradi. Sening jumusing ko'p. Sen namoz o'qisang bo'ldi endi. Sen odamlarga ko'shida jur, sen namoz o'qiyapsan degan xayolning barlig'ini shaytonlarning olib kelib, bizni Qur'on jattavdan. Sababi Qur'on o'qilgan vaqtda ol qashad, ol turolmaydi, ol jilaydi, ol shing'iradi. Ol turolmaydi ol yerda. Bir jigit bir kuni izbandab aytadi, ustoz olsa namozlarda o'yin buzilib ketaveradi. Ne istesem bo'ladi dedi. Men aytdim, sen har doim Qur'on o'qib yurgin dedim. Har doim bo'lsadingmi Qur'on o'qib yur. Eng kamida biletin suring qul huvallohu ahad bo'ladi bo'lsa, jurgan yeringda ishingdan qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Buni ma'nosi bilan chattab qaytalab yur, inshaalloh bu vasvasa bo'lmaydi dedim. So'dan bir kuni ma'gan aytadi, ustoz dedi, rahmat ed. Men dedi, vashshamsiga shin chattab qo'ydim dedi. Vashshamsiga shin o'sim chattab qo'ydim dedi. Alhamdulillah, namozlarimda o'yin buzilmaydi bo'ldi dedi. Sebebi bizning miyamizda shaytonning vasvasasi o'ta ko'p. Uy bor, bola chaqa bor, mol dunyo bor, ani savdo bor, sotiq bor, bozor bor, bari miyda. 99% dunyo, canig'izgana 1% gana namoz. Sol namozga borgan vaqtda qarangiz, 1 ko'ppa 99 ko'ppa. 99% bizning miyamizni jeb qo'yadi. Biz uydagi xotinga qaray olmaymiz. Xotinning o'ramal o'raydimi, o'ramaydimi qaramaymiz. Xotinning namozidan qaramaymiz. Balaning namozidan qaramaymiz. Qizning namozidan kiyimini qaramaymiz. Nega? Bizning miyamizning bari mashg'ul bo'lib qolgan boshqa narsa bilan. Sol uchun biz o'g'an söylay olmaymiz. Ko'ryapsizmi? Shudamizda namozimizda aytıyor, bir bala qilib yurib o'qib bitiramizda tilimiz tileklarda aytadi, miyimiz bozorda aynaladi, yuragimiz o'lik bo'ladi, qaytib duomiz qabul bo'ladi. O'zingiz o'ylangiz. Qalay bizning duomiz qabul bo'ladi endi? Mana karate degan sport bor. O'sha karate degan sportda mananday bir koreys chiqadi, mananday bir koreys, karate bir yapon bosh chiqadi. Shu yerda 8-9 g'ishni urib sindiradi. Yengezerdi bu biz gelemizde bir g'ishni sindiramazdan qo'limiz siniq. Qo'lning bari ham bitib chiqadi. Ol Yaponning qo'lidan yekesi de bizning qo'limizda, bo'yimizda da. Nega biz bir g'isht sindira olmaymiz-da, ol 9 g'isht sindiradi. Sebebi ol bütün kuchining barlig'ini chiynab olib keladi, biladi. So'dan keyin ol sindiradi. Biz namoz o'qiydigan vaqtda bütün o'yimizning barlig'ini bir g'ana Allohga jinab o'qiydigan bo'lsak, bizning namozimiz qabul bo'ladi, duomiz qabul bo'ladi, ertan oxirat uchun sharq bo'ladi. Biz shaytonning aldovuna tushmagan bo'lamiz o'sha vaqtda. So'zim bu shaytonning vasvasasidan Allohning o'zi saqlasin. Bu shayton la'in. Qachon azon aytilsa qashad. Qachon takbir aytilsa qashad. Qachon Qur'on o'qilsa qashad. Qachon haqiqat aytilsa qashad. Qachon amr ma'ruf nahiy munkar bo'lganda qashad. O'sha vaqtlarda ko'p duo qilib qo'yish kerak.